ikki sotuvdan ikkita xonadonimiz sotuvga chiqqan. Lokatsiyamizga keladigan, lokatsiyamiz Yunusobod tumani ekanmiz, Anozor mahallasi. Arinta bergansiz, arintaga qaranglar, garnet otel bo'ladi. Bu yoq tarafda Shohsaro do'xonasi. Mahalladan kirganda birinchi ko'cha o'ng qo'lga kirganda mana shu xonadonimiz sotuvga chiqqan. Bu yerda ikkita qurilgan, ikki sotuvdan xudo xolasa bu yoqqa yana ikkitasi tushadigan bo'lib turibdi. Bundan keyin o'sha bu yoqqa bizlar yana ikkita xonadonimiz tushadi. Ko'rib turgan promovkalar hammasi tayyor. Mahallan ko'rsa keng katta suv, gaz, svet, kanalizatsiyasidan muammosi yo'q. Qaranglar. Yer to'lasi, birinchi qavat, ikkinchi qavat, tepada mansardasi bor. Har bir etaji 100 kvadratdan iborat. Kirish ko'rsa tepalar naveslik qilingan, bitta mashinangiz bemalol sig'adi. Bu yerga bu yoq tarafdan bitta karavot qo'ysanglar, tapchani zona qo'ysanglar ham bo'ladi. Uyimizdan ichiga kirib obzorni qilib beramiz, video davomida narxini ham aytamiz. Uyimizdan ichiga kirib kelganimizda ko'rasizlar, prixojamiz keng katta hol borda. Birinchi ko'rayotgan xonamiz o'zini ko'rib turgan oshxonasi. Bu yoq tarafda panorama oynalar qo'yiladi. Yurtkalar ekanmiz, bu yoq tarafdan qaranglar. Bu yoqda katta oyna qo'ysanglar ham bo'ladi yoki studiya formatda katta qilib mehmonxona qo'ysanglar ham bo'ladi. Orqa qo'li chiqish eshikdan tashib ketishgan, orqa qo'li ham ko'rib turganingizdek keng katta qilib tashalgan. Bu yoq tarafdan ikkinchi qavatga chiqish borda. Bu yoq tarafdan yer to'lashi suxumizda, yer to'lamizda ko'rib turganingizdek uyimizdan telefon servis qilingan. Xo'p, yurtkalar ekanmiz, bu yoq tarafda o'zini umumiy yuvinish xonasi. Keling. Bu yoq tarafimizda o'zini ota-onalar uchun yotoqxonamiz, bu yoq tarafda o'zini ota-onalar uchun yotoqxona, ichida o'zini yuvinish xonasi. Bu yoqdan orqa qo'liga chiqsak bo'ladi, orqa qo'lni ham ko'rsam, keyin katta tashalgan foydalanish ham bemalol bo'ladi. Birinchi etajga ko'rdik, endi ikkinchi etaj obzorni ko'rsatib beramiz. Ikkinchi qavatga chiqganimizda ozgina bardaklar, ozgina ahamiyat bermaysizlar. Bu yoq tarafdan mansarda qismi chiqiladi. Uni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Chiqganimizda bu yoqqa bitta divan zona qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqqa televizor qo'ysanglar, bu yoqqa divan qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafimizda bitta ota-onalar uchun yotoqxona qo'ysanglar bo'ladi yoki bolalar uchun yotoqxona qo'ysanglar ham bo'ladi. Yurtkalar ekanmiz, bu yoq tarafda o'zini umumiy sanuzeli, bu yoq tarafda ko'rib turganlaringdek bolalar uchun yotoqxonamiz, koridor bu yoqda kichkinagina, bu yoqda ham bitta ota-onalar uchun yotoqxona yoki garderobli xona qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafdan ko'rib tursangiz yotoqxonamizga ega. Endi mansarda qismini ko'rsa obzorni qilib beramiz. Ikkinchi etajni ko'rdinglar, ikkinchi etajdan mansarda qismimizga chiqqanimizda mansarda qismini ham ko'rasizlar, keyin katta. Bu yerda xohlasanglar bo'lmas joy qo'ysanglar ham bo'ladi, yokida o'zingizlar divanni zona qilib kinoteatr qo'ysanglar ham bo'ladi. Kechqurun o'tirib, choy poy ichishlarga, kino ko'rishga mana zo'r joy ekanligi. Aytib o'tganimdek, har bir qavatimizda 100 kvadratdan iborat, o'shani uyimizdan umumiy kvadrat metri 400 kvadratdan iborat bo'pti. Balandligi ham yaxshi, men bemalol yuribman. Men o'zim bo'yim ham 2 metr, lekin menda balandligi tepalari ham chiroyli qilib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek. Mansardasi ham zo'r qilib qo'yilgan. Uyimizni ko'rdinglar, yoqasizlar, bosib qo'yasizlar. Aytib o'tgan umumiy yer maydon 2 sotuvdan iborat. Bu xonadonimizda ikkita qurilgan, ikkitasi ham sotuvga chiqqan. Xudo xolasa oldin yana ikkitasi quriladi. Lokatsiyamizda Yunusobod tumani, Anozor mahallasi. Arintimizda garnet oteli bo'ladi. Uni yana bitta arintir beradigan bo'lsa, Shohsaro do'xonasi bo'ladi. Uyimizni yoqqanimizda bitta like bosib qo'yasizlar. Narxini 190 ming dollar bilan baholashyapti. Yana o'tib beruvchilar ham bor. Pastda nomerimizni qoldiramiz, qiziqqanlar telefon qilsanglar bo'ladi. Ikkita akukamizni olsanglar yaxshi variant bo'ladi, chunki ikkita bir xil qurilgan